tushib ketdi. Buti tushmadi, narx tushdi. Aynan shu Nike modelimizda 480 mingdan do'konda sotilayotgan edi, tugagan edi. Endi yangi partiyasi naqd 400 ming so'mdan keldi. 80 ming so'mga arzonlashdi. Sizlar uchun qaranglar, shuni naskili variant keldi. Bugungi kolleksiyamizda qora armiya kelgan. Juda ham chiroyli, narxi 400 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Tiffany rangi ham o'zgacha qora bilan kolaboratsiyasini qaranglar, juda ham chiroyli. Oyog'ida boshqacha turadi. Buni orqasi glansli, buniki matvi. Bu ham o'zgacha yaltirab turadi. Endi men butik olmayman deydiganlarga Vini Junior sarkoshkasi birinchilardan bo'lib olib keldik-ku. Ustini ko'rsatdik ham yaqindan, juda ham chiroyli model. Narxi 400 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Tez orada detskisi ham keladi, naskilisi ham keladi buni. Elite Sportda birinchilardan bo'lib yangi rang, yozga mo'ljallangan. Qaranglar, yakkiligini, kolaboratsiya juda ham chiroyli. Mamlariga alohida e'tibor berilgan. Narxi 400 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Aynan menga uni ham rangi yoqdi. Bu chini tomirlari ko'rinib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Tomirlari ustimji bilan o'lib qoladi-yu. Narxi 400 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Endi Tiffany, Effelida ham Tiffany mana sizlarga. Bitta gelik bilan haydab olasizlarmi? Kim bilib o'tiribsizlar, butik kiyganglar. Oyog'ingizda krossovkada turadi, ko'rdinglar? Juda ham chiroyli. Narxi 400 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Kimga shuni oxirgi modeldagi butik sarkoshkasi kerak bo'lsa, Elite Sportda sizlarni kutamiz. Like qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.